Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Maniki biza pomidorimizni 4-terim jarayonlarida turibmiz. Hurmatli vatandoshlar, mana siz pomidorlarimiz qizarib, terish jarayonini ko'rib turibsiz. Hurmatli vatandoshlar, pomidor o'ta qizarishini kutib o'tirmang. Pomidor misol uchun maniki qarang. Mana bu holatga kelib, yoki mana bu holatga kelib, mana juda ham qizargani yo'q. Kutib turmasdan shu holatga keldimi, pomidorni zudlik bilan terib olingdan keyin bir uning ustiga, lattani ustiga yoki bo'lmasa gilamni ustiga terib tashlayvering. Shunda siz pomidorni charchatib qo'ymaysiz tanasini. Agar pomidorni bu qizarib, har bittasini qizarishini kutguningizcha pomidorni charchatib qo'yasiz. Shuning uchun pomidor mana shu holatga keldimi, zudlik bilan teringdan keyin bir uyga terib tashlayvering. Bir xonaga, qorong'i xonaga terib tashlayvering. O'zi pomidor o'z holatiga shunaqa shirin bo'lib qizaradi. Ana shunda siz menada hosilda yutasiz. Va qolganlariga tezroq kuch boradidan keyin, qolgan pomidorlarga tezroq kuch boradidan keyin pomidoringiz charchamay qolganlarini, hosillarni sizga tez yetishtirib berib turadi. Shu holatda qilsangiz, har 3 kunda, 4 kunda siz pomidorni bemalol terishga uspit qilasiz. Manaki pomidorlarimiz holati, manaki bo'yi pashti 2 metrdan ziyod, mana bariklari sog'lom. Mana Allohga shukr, vaqtida vitaminlarni, dorilarni yeb turibdi. Shuning uchun pomidorimiz hech qanday bir kasallikni o'ziga ilashtirgani yo'q. Hurmatli vatandoshlar, biz bilan birga bo'ling, biz bilan birga qoling. Albatta obuna bo'lishni unutmang.